Mana qarang-da doktor. Mana qarang. Mana bu tish ha mana. Eski tish. Bitta yangi tish ko'rdingizmi? Qisayapti mana uni. Shundaymi? Yo xayolimda emasmi? Hozir ochdi. Hozir ranggacha tushiramiz. Rangga tushirganimizdan keyin hammasi aniq bo'ladi. Yaxshi. Tishni bilan rangga qilib ko'ryapti. Hozir ko'ramiz nima bo'lganini. Shunga qarab keyin doktor qarorni aytar ekan. Bu chiqib kelgandan keyin mana bu bunga qarab siljiydi, buni joyiga qarab. Shuni hisobiga bu qisilib qoladi, ertaga yana breketga sababchi bo'lib qoladi bu. Men o'sha uchun hozir buni ola olmayman buni. Ola olmaslik sababi tagida tish yo'q uni hali. Ha, hali tishi yetib kelib kelmagan. Aha. Shuni hisobiga. Faqat mana buni olamiz, buni tagida o'zi kelib bo'lgan, qimirlab ham turibdi bu. Ha, bo'ldi. Zat o'sha yetib kelgan vaqtda shunaqa bo'ladi mana misol tish tagida chiqib turibdi, ustidagi ham tushmaydi, xalaqit berib turaveradi. Shuni turaveradi, tagida chiqib kelgan bo'ladi, lekin tushmay turaveradi. Rangni qilib aniqlaysiz buni. Bo'ldi, bosing. Ota ana shu bitta tishini olar ekanmiz mana buni. Boyagi men ko'rsatganim yo'q, ana shuni olar ekanmiz. Shuni olamiz, keyin tagidagi cho'tka chiqib keladi. Yaxshi bo'ladi, birdan oddiy olib tashamay rangni qilib, ko'rib, keyin olar ekanda. Bir xil joylarga borsam, olamizmi, olmaymizmi deydi. Oling desam, shart olib tashaveradi-da. Mana har bittasini bittadan rangni qilib ko'ryapti, erinmay. Mana bu yerda kompyuterchada ko'ryapti tagini. Sivilizatsiya rivojlanib ketdi, Moskva. Yaqinda bular ham chiqib keladi.